bolani begonasi bo'lmaydi. Azizlar, bu videoni o'ta tezkorlik bilan Instagramga joylayapmiz. Biz hozirgi kunda bolalar gematologiyasi uchun respublika bolnitsasiga kelganmiz. Bu yerda 1,5 yildan beri 4 yoshli bolajonimiz Mas'udjon juda og'ir ahvolda davolanib kelmoqda. Zudlik bilan Hindiston davlatiga jo'natishimiz lozim. Hozirgi kunda Hindistonga olib borib, Mas'udjonga akasidan qonidan iligini ajratib Mas'udjonga qo'ydirishlari lozim ekan. Oqqon kasallikka chalingan bolajonimiz hozirgi kunda 4 yoshda. Bilasizlar, oqqon kasalligidan tuzatish uchun juda katta summa talab etiladi. $45,000 Hindistonda so'ralyapti. Qarindoshlar, yaqin bilgan insonlar $20,000 tuplashibdi. Farg'ona viloyati So'x tumanidan bu insonlar qolgan $25,000 ni yig'ishimiz kerak. Azizlar, like bosish, videoni tarqatish, story qo'yish sizdan hech narsa talab etmaydi. Ahvol juda ham og'ir. Kelinglar azizlar, shu bolajonimizni hayotda yashab qolishida sababchi bo'laylik. Bilaman, sizlar juda ham mehribon xalqsizlar. Bizni ichkariga qo'yishmadi, rosa harakat qildik. Afsuski bolajonimizni oldiga kirishimizga yo'l qo'yishmayapti. Shuning uchun tashqarida video qilishga qaror qildik. 1 yildan beri shu ahvolda bechora bola, olib bormagan joyimiz qolmadi. Xo'jayinim bilan Rossiyaga ham borib keldik. Hozirgi kunda o'zimizni qurbimiz yetmayapti. Iltimos, saxovatpesha insonlar bizga yordam qilinglar. Ayol boshim bilan shu telefonlarga chiqishga majbur bo'ldim. Iltimos, yordam qilinglar shu bolajonim uchun.